Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun 1-25 dushanba soat 7:00 sport sahasidan bo'linib paychak basi taqilib bo'ldi. Bugun sizlar uchun 3 xil paychakni men analiz qilmoqchi. Ular bo'lsa Petun, Retap, Aselsan. Bularni boshlashdan burun men oldingi videomda, ya'ni tunugun guruhda olsun yoki videoda olsun sizlarga tavsiya qilgan 4 xil paychakimning bugungi ahvoli qarasanglar, Alcom 4%, Logo 3%, Alka tavan asosiyatdan egib o'smabdi yoki tushmabdi desak bo'ldi ularni. Bu to'rti bizning guruhda sizlarga tavsiya qilgan paychaklar bu. Andan bugungi ma 3 paychak bizning tavsiya qilgan paychaklarimizning orasida yo'q. Nima ish qilsanglar, bular yaxshi shirkat, Petun, Retap, Aselsan, bu Aselsanlar bak cho'ng shirkatlar. Bu kichik shirkat nima ish bilan tavsiya qilmaysa, tushib ketamdi yoki nachar shirkatmi degan unda bir masala yo'q. Faqat va faqat bizningki ilm setdim o'rta vadachilikda ma to'rt shirkatniki foyda berish nisbati Çıx payda veriş nisbeti ma şirketler qarta hazırki durumda yuquraq bo'lganligi uchun biz hozir ma 4 shirkatni sizlarga tavsiya qildik. Balkim oldimizgi vaqtlarda bu shirkatlarning payda verish nisbatini texnik yuqorilab, xabarlar texnik pozitiv chiqqanda bu shirkatlardan shu vaqtda sizlarga qayta bir tavsiya qilishimiz mumkin. Chunki biz bu bizning strategiyamiz grafik qarab yakun chiqarganligimiz uchun grafikdami ham o amaliy haqiqiy bir qiymati va bozordagi qiymati deb bir gap bor bu paychaklarniki. Aşıq qiyməti qarasaq, ma 3 payçakniki qiyməti hazırki bazar bahasının sal haqiqiy bahası sal tüvən. Lekin ma 4 payçakniki haqiqiy bahası bazar bahasının xeylam yuqori. Şuna bunu müşterilerden biz ma payçaklarniki yolunaki bakrak hazırki qısqa müddət o'tir müddət ichida ma 4 payçakniki bizga foydani mala qaraganda jiqroq ham yaxshiroq berishi mumkin deb o'ylab qolgan uchun alqimlarni sizlarga tavsiya qildik. Ma payçaklarni bizning guruhdagi bir necha qarindoshlar men shaxsiydan xat yozib talab qilganlik uchun sizlarga grafik analizi men bugungi videoda shu 3 talni analiz qilib chiqdim. Avval Petundan boshlaylik. Petun şirketi pek yaxshi bu bizning Uyg'urlar, Petun, Aselsan, Retap 3 tane şirketni pek yoqtirdi hamda men bu nomor Petun app setib baqqan orliqda. Lekin hozir qo'limda Petun yo'q. Çünkü ben talep etkenlik A4 şirketninki ösüş ahvali texmi yuqoridagi ösüş nisbati yuqori bo'lganligi uchun men A şirketlarni paychaklarga o'tib ketdim. Lekin hozir Petun qarsanglar bir uchgan formatsiyani bir shakllantirib Petunning hozirgacha kelgan shirkatim hozirgi bahasi imonning qizilsizligini ustida bu durum yaxshi ekanlik. Uchgan formatsiyani bir shakllantirib uchgan formatsiyaninki normalda qoidasi qanday desalar qarindoshlar buzg'andan keyin shu og'izchilik ya o'sishi kerak grafikning qonunda yoki tushishi kerak. Demak bu ustiga qarab buzdi hozir. Mening nishonim Petunda shu Fibonacci'ning ko'laran bölgesi bo'lgan 29 ko'yning eng usti zirvasi. Mushagacha bir o'sishni men nima o'ylayman, shu o'sish mumkin deb grafikning qonuni uchashda bo'lishi kerak. Agar tushib ketib qolgan bo'lsa, tutsanglar bu o'xshash mamirlab ketdi. Tushib ketib qolgan bo'lsangiz bu o'xshash o'chada shu grafikningki agar asli qarta buzgan bo'lsa, asli qarta buzgan bo'lsa, shu grafikni shu asli qarta shu tushganning og'izchilik tushib ketadi. Lekin hozir ustiga qarta buzdi shu Petun yuqori hozirgi yo'linishi yuqoriga deb o'ylayman. Lekin men olmaslik sababini abaysa bir qadar ta'kidlab o'tdim. Men buning qaraganchada boshqa shirkatniki A shirkatlarning texmi yaxshi foyda berishini o'ylayman. Lekin Petun haqiqatan kuchli hozir qo'lda bala bo'lsa qanday qilamiz, agar foydali bo'lsa qachon sotamiz desanglar, men sizib qo'ydim men RSI'niki xatarlik bölgelerini. Hozir RSI Petun 71.5 bölgesi ekan. Xatarlik bölgeler to'g'ri chek etgan bölgeler 80dan 88-37 bölgesi ekan. Shu bölgeler kelganchada qulanadi Petun foydaligilar seti satmashliqda shu vaqtgi bozorninki RSI'ning ostida qarish yo'linishi, buzilishi yoki shuniki shunday bozorning pastga qarab menga qarta setish qarorini oshkil basar oldi. Lekin satma olmoqchi bo'lganlarcha qanday qildi desanglar 25-78 kuruşunu ilişana tavsiya qilmayman men. Men qizil bölge necha kun yan qism ishadi. Dahi 13-ocaq hatta 19-ocaq qizil bölge vaqtida olmaganlar mencha azda olmanglar. Chunki bu paychak cho'qim osmon ushmaydi bu. Bir qator pastga test bo'ldi. Test bo'lgan vaqtda shu vaqtda qayta edinglar. Qizil bölgede olmasangiz ma bölgeni edinglar. Hozir endi bu bölgeni elib chiq paydasanlar najih payda ilishinglar natayin zaten bu bölgeni ağalarını bırakılam.
Çoğun bir aralıkta bir test kıldılar bu. Test kılgan erişimlerini tekrar tavsiye kılma. Degen kuldu bağlanan setiş bölgesi arasıyla abay men dep bergendek. Retap mı yakın pek ağalar bu çünkü retap pek düşüşü şu an düşken pay çektiğinden almışçı bizim kallımıza bir hata düşen çoğu. Ma pay çek hata düşüp kütüptü ilavalli dep xudu bundakin düşmeydiğen tek çok pay çek. Hatta gruptun yakın kıyımdaşlar boldu neçilen boldu retap doğruluk. Hatta şu 48 49 koyladı bir şeyden bir şey 42 koyladın ağan kıyımdaşlar bakın xudu bu elde et düşmeydiğen tek çok pay çek. Bir günde 10% düşken pay çek et çoğum çıktı deyen gep yok. Yeni 10% düşüşüm mümkün. Etap asli yükseliş trendinin içidiken toq. Bu yükseliş trendini bir qator buzib yenib kirgandan keyin pastga qolgan düşen trend chizgisini bir shakllantiribdi. Taki 2021 Ekim'de 2020 21 Ekim'den başlap hozirgacha bo'lgan aralıqda bu izchil bir tushayotgan trendning ichida ekanda bu. Qarasanglar o'zinglar asti üstü test qilib menibdi. Lekin hozir etapning durumi qarasanglar bir etap qizil siziqning emaninki qizil siziqining ostida çıktı. Bu kızılsızlıkны aslı düşüp ketdi deganlik 4 saatlik grafikda bu paychekninki durumuniki pek yaxshi emasligini tushuntirdi hozir. Daqiqa yaqinda bir o'sishga qarab, cho'ng o'sishga qarab, balki o'sa bu o'sish o'smasligi mumkin desam qat'iy o'smaydi. Balki 1-2% 3-4% o'sa, lekin cho'ng miyadagi o'xshash bunday cho'ng shaklda bir shiddat bilan o'sishniki hozir daqiqa ancha pek mumkinchiligining tuvalligini ko'rsatib berdi bu. Unda o'sish uchun qanday qilish kerak? Mesela cho'ng o'sishlar uchun desanglar, mush paychek hozir Mishaydan başlap şu emalini birden tespit etip en ahırda bizimki şu ötkelerden başlayıp azıcık kelgan şu düşen trend çizgisini buzuyta ise andan aşağı şu vaqtlarda bir çoğ ösüşlerinin kelişi nesipli takım yukarı oldu. Kullanlarda retal pala hazır köpünçen asasiyatın ziyanda yani maliyet düşürüp islam. Anima kızıl bölgede kullanlarda bolsa Kızıl bölgeden elip kayıtta maliyet düşürüp sınap baksanlar buludu. Çünkü Fibonacci'nin kızıl bölgesi kaç düşüptü bu. Kullanlarda bulmay alsak bulamdı desenler. De, ben retapını hazır almayayım ha. Çünkü retaptan başka pay yaxşı payda bir yaratqan ahval yaxşı pay çekler. Çünkü retap bazı kararlar düşüyotgan trendde. Mesela alkım desenler yuqurlayotgan trendni üstüge qarab buzdi. Müştaq payçekler bayada mesela alqa adamdoq yoki logo mesela men bugun ağa payçeken bir logo. Logomu yükselayotgan üstüge qarab ichilayotgan bir payçek toğa graf trend çizgisinin içinde. Müştaq payçekler bayada endi retapda tushayotgan payçekler. Onda desem şu o'sayotgan payçekni asal chukutib qolish ishonlar mumkin. Men çünkü o da uzak mezgil tutmaganligim için kulağımda. İşte bir setip düştü kalganligim için şu an mening stressligim işte. Retapni alamdoq desanglar kulağına bata ve kızıl bölge yine qayta bir meblağlar bolsa maliyet düşəsələr buldu Fibonacci'nin kızıl bölgesinden. Ondan ösüş üçün bununki en avval şu 34 koy bölgesi bir buzuş gerek. Yine qayta bir şiddet bilen ösüş üçün. Başka kam kalgan Arasa'ya qarsak deminki Arasa'nınki bu xatarlik bölgeleri qaysı ekan desanglar, men o'zinglar sizliqim qaranglar. 84-64 bölgesi ekan. Mana Arasa'nı aldı qo'shib o'tibdi. Men shu bölgege o'sgan vaqt hozirgi bak tugatmasdan zaten 25 dan asıl tushib ketibdi Arasa'nın ortalamasida 30 ekan pardon. Bir tushib chiqibdi. Hozirgi bak tuganimizken o'sgan vaqtda bu Arasa'nın tang o'sdi emas. Shu vaqtda shu men deyabay sizlarga eskartgan Arasa bölgesiga qarab qulanglardi. Payda bo'lib qolsanglar shu vaqt setishdi nima qilsanglar bo'ldi. Chunki mening stress degim uzoq saqlash emas. İstil şu öskende setip, düşkende elip, ösken setip, yine öskende saklap bekrak, ösüzaganda saklap bekrak başta kılış. Yani ahırda asasen. Bu asasen benim kulağımda var. Gerçi tavsiye yapmagan bolsam mı? Çünkü ben bunu nemiş tavsiye yapmamışsam asasen büyük riskinin içinde hazır. Büyük risk bu yükselen trendinin içinde asasen. Ötkeyle hazırlandım başlap. Hazırlıkçı yükselen bir trendinin içinde. Yani bu yakın zamanda bir üçgen formasyondan birini oluşturuptu. Üçgen formasyondan birini oluşturup üstüge kartta bir buzay dep oylap men asasen maliyeti meniki xel tövençi. Men mişelerde bir şu 17'de 30-17'de 40'lar etrafında aldım şu köksüzlükten etrafından şu köksüzlükten çünkü asli Fibonacci düzeltmesi qarsam şu kızıl bölgeni açılarsanlar en sağlam gelişiyor bu. Ben o vakti alanmay mayaktırak aldım.
Әсілі миядың мұнда бұзғақты да қош оған тем асесан мен ұшып кетті асаса. Çünkü abay ne çıkartta dep ötüm üçgen formasyonun ki kaidesi çok olmuş ağızçılık bir örleş gerek de. Aşın sağlap otasam bu azırak kuchun chiqarib qo'yib bilan pastga qarab tushib ketdi. Bunda ahvollar ham pek pozitiv ahvol emas bu. Shunga ham hozir ansirab qoldim, lekin qo'limda pek pichoq olmasin bir qism osesam bor chiqarmadim. Balkim bu ostga qarab tushib ketishi mumkin. Ostga qarab tushib qolsa shu men ma'noning cho'nliqi shu oldi keyin bo'lib tushib ketgan yerdan boshlab siz saqmab buni mal ustidan boshlab. Ortalama değil, ortalama şu Fibonacci'nin kızılsızlıkça tushib qolish nisbati bor. Bunun yo'q deyiladi. Çünkü men har qanday vaqtda analiz qilsam, cho'qim pozitiv taraf qaramayman. Çünkü bu narsadagi 50 danlar chiqishi mallik, tushishi mallik. Shuni sizlarga ikki xil ssenariyo deb berma. Agar asosan o'sib ketib qolib qolsa, yana qayta ustiga qarab o'sib ketib qolsa, bir keyingi hedefim shu meniki. Avval mening og'izchilik bir o'sdi, undan keyingi hedef shu. Şeyden qarasa 22'de 28 bölgesi. Asosan bak yaxshi ham küçük şirket asosan Türkiye'deki çoğun şirketleri bu demsem özanlar bilisizler. Kullanlarda asosan bala, çaklarınlar hazır bak payda digidek payda emaslar köpünçonlar. Çünkü bak muş tövenden almagan bolsanlar uzun dönemçiler deymiz. Endi bir yerden algan bolsanlar zaten ötke yılına xil vaqtlardan algan bolsa 3-4 ay algan boldu. Uzun dönemçilerden davatmayman. Yani kısa dönemçilerde hiç qaysi payda demez bence. Payda digidek payda demez. Çünkü kısa dönemçiler, kısa vadeciler eğer alaylımı dep qalsanglar, ahval qaranglar. Bak, men çünkü nimiş tavsiye qildim deganning sababim shu. Büyük riskda. Büyük risk olgach osh gözlük seviyanglar yuqori. Men büyük riskni olaman. Chukitib qolib qolsa, maliyat tushaylik pulim bor. Yani chukitib qolib qolsa, men ortiq dasmerim bor. 6 ay olamda ya 1 ay olamda o'zimdan chiqaman qildak yoki boshqa ish dasmi saqadak pulim bor desanglar, yani bu asosanga kirsanglar bu. Lekin uzun vadeciler uzun vadeci asas jihatdan ko'pincha vaqtda pulajak odamlar uzun vada o'ynaydi. Chunki mesela ben 50-60 ming qo'yib pulni bir paychak tiqib qo'yib 5-6 ay ishlatmasinmi pul olaydigan ya 100 ming qo'yib pulni bo'lsa uzun vadeli ishlar o'ynamoq uchun bu hozir qilgan analizim uzun vadecilar uchun geçerli emas. Men o'zim nimishqa qisqa vada o'ynayman. Ba'zilar va mablag'i jiq o'zim qisqa vada o'ynaydigan. Men bir pulniki bir narsa tutib ketishni xohlamayman, chunki uni mablag' sarf qo'yib qarab o'tirish bu mazı koronada uyda o'tirar zerikpek olgan keyin hech bo'lmasa mush narsani analiz qilib bo'lsam tushgan deb chiqqan setib texmet tez texmet jiq pul tepshandining maqsadim bo'lganlikcha shu o'rta vada ham qisqa vada o'ynayman. Ondan eng oxirida men bir 3 grafikimni ham sizlarga deb o'tdim. Buningki unutib qolibdiman. Asosanninki RSI uninki xatarlik belgilari 77-49 dan 89 bölgesi bo'lgan bölgeler. Mush bölgelerga diqqat qilinglar. Hozir asosandan bizga taxi to'liq bir al signali bermabdi, taxi seriqsiz qusdi ekan. Shunga qolgan bunga o'zana qarab ish tutinglar. Asosan sal riskli ekan. Mashikasiga qaraganda asosan bekroq riskli. Zaten çünkü nima qilsanglar etapning düşüştiren doğalligini bilamiz. Çünkü chizg'anga bizdan bir ko'nglimizda tayyorlik bor. Hem zaten bu xil obdalam tushib nega var bu. Endi bunchik diyelaymiz. Betun zaten bir üçgenlikten üstüge qarab bu neksel pozitif ahval yaxshi o'sma deb turdi bu grafikdan qarasanglar. Lekin asosan hamda ahval qarasanglar niyadan bir chiqib kirib qolibdi-ku bu odamni ansirtib. Lekin bu degani cho'qim tushib ketmas, o'sib ketishi mumkin. Chunki shu men agar sizlar yangi olmoqchi va cho'qim asosan olma desam, miyada olmay hech bo'lmasa miyaga ozroq chiqib bo'lgan qimmatroq olsam ishimni garantiya qilib ishini olardim. Bu strategiya ayrim hamda qimmat bo'lsin garantiya qilib berish strategiyasi. Deganlik 3 muhimini tugutib bo'ldim. Eng oxirida sizlarga bir qanchalar beraylik. İbret bo'lsin deb qolib qolgan grafik paychaklar va masalan ulardan birisi Eminis. Qaralama paychakni ichib bo'yicha boshqa grafikni abayan qilib ko'rgan 3 ta grafikimiz hech qanday o'xshab chiqmaydi. Tuniga yoq ko'rgan grafik bo'lsin yoki matrapda kripto paralarninki yoki dollarninki grafiklar olsun, hech bir yeri o'xshamaydi ularninki. Bu bir xil pallampaydaklar ustiga qarab mengiliq cho'ng'ib ko'rsak. Nimishqa grafik o'xshamaydi sana bunda paychaklar shu bizdek analistlarni analiz qilib qo'ymaslik maqsadida. Chunki bu dunyodagi ko'pincha piyasadagi shu cho'ng bayolamda nim bo'lsa 90% 95% adam mush kod mush ishni ufqida odamdan bo'lsa mush grafik qarab ilm setem qiluvchi bu ishda. Shu bunda paychaklar bizga grafik foydalanmaydi. Nereden chiqdi, nereden chiqqan bilib qolmasin. Chunki bundan bir qonuni bor-ku bu paychakdan. Bu paychakniki yo'linish qonunini buzayotganlik bu asos jihatdan. Bundan hozir o'ylanglar. Qandaq bir paychak bu Emines unisiga arashtirsan liqqiqdan ziyanning ichidagi shirkat mablag'imi cho'ng emas. Haliga vaqtmay bu mishaydan bu
Ağam paydası emas da payda emas bu şirket. Ziyanның içindeki şirket bu. Haqiqatda ziyanның içindeki şirket bizga bu yerda 2000% yaqin payda beraylik. Bu qarab turib oldingizga nima deymiz? Yemchuk tashlaganlikda bu qalmoq tashlaganlik. Buningga bizning nurg'un shu Uyg'urlarning asli bilan tuniydigan hatto bir necha yaqin taqlab saklab kiraylik qamoqqa ilinarlik buningga. İlingan keyin bu şirket mablag' aran qolgan şirket bu yerda bir muncha odamninki işte mablag'ini yig'ib bu yerda tashib etaylik basga. 70% taş öteylik. 71 taş ötkeyen kısı bu grafik küçük öğrengenge bu mesela benim bir misal bir yakınım 40 neçik koydu yaptık 41 koydu deydi. Mişen taş ötkeyen kısı yeni bir kata 41 çıkış için kançı vakit geçti sana kayırdaşlar. 2000 aslı görünüp durdu bu aslı karamayadan göreleyse. 2020 16 günün Ocak 1. 3-4 ay vakit ketipti ama bundan 3 ayda etrafında pul tutup gitipti bununki. Zaten o mening o yakınım o zerikip bıçakçı. Çünkü bu ağam pulunuzun 60% 70% düşüp ketken keçikti uxlamak asan gap emas tamam. Çoğun kirgenler onun sevmeme gapini qatqanlar. Zerikip ahiramış jayağa kelganchada izi olsun setib etdi. Hatta ba'zilar azroq zina olsun setib etganlar var ekan. Qutlay jumani boshqa ish qiladi. Shu munda paychaklarga oldinib ketdim. Bu paychaklar pek o'ynoq paychaklar. Amaliy ahvolim yaxshi emas. Sizni işte aldab poyez ketaverdi. Poyez ketaverib vaqtga bir tashlaydi sizni qarab o'tirib qolasiz. Masalan, shuncha kuchli asosanlar qarang. Masalan, shuncha shirkat va kuchli shirkat buni ammonlar abay deb o'tgandek bilmaydigan odam yo'q asosanning kuchligini. Mesela şiddetle öldüğü vakti qaraydı ya Sesonninki grafik. Şiddetle miyade asasen şiddetle bir öldüp duman içirdi. Qaranglar. Miyade bir şiddetten öldüp 70% öldüp poplam bir pastga qarab miyag chiqib yana bir chukitibdi bu 35%. Har qanday bir sog'lom grafik bo'lish uchun cho'qim bir yuqori o'rlagandan keyin shuningga tushiq bir tushish kerak. Andan tushgandan keyin ana texim yuqori o'rlayoladi o shirkatning qaytishga. Mana o'xshash bu kun tavan bu mening ivergan ekan. Anglaydi Ahmet Akun 10 ming ko'ylak paycha ketgan, hozir 70 ming ko'ylak kutibdi paychaga. Degankin haqlama ishini bu yerda mishadan ammoqchi o'g'illarni anglagan men to'sqanlardan bir ishkilan bu ammanglar deb. Şu aşağıda böyle o'ziga qiziqtirib bir tashlaydi. Bular maqsad bularning maqsadi o'z mablag'iga, o'z foydasini mablag'dan annasiga yo'q foydani tutqizib qo'yib yo'q silish. Yoki foyda bermay balkim ziyon yo'q deb qo'yish. Ashuna o'xshagan bir shirkat bor Kent. Ketma qarasanglar shunda. Mamlakatni burunni yoqtirmayman. Ba'zilar yaxshi foyda oldi buni. Endi bu paychaklarda foyda olganlar yo'q emas, bor. Ta'layga olganlar ola. Şu chiqqan vaqtida app mishalardan birini setib olganlar. Setib olmaganlar va setib olmagan chukitib qolgan. Ko'pincha setib olmagan. Ash ko'zlab bizniki endi. Hammadan shu hamda unda jiq foydani ko'rgan vaqtida texnik jiq topqimiz keldi. Shukr qilmay mishadan chukitib qolganlarmi oz emas bu paychaklarda. Birisi ket bularning. Ket bu mishadan bir qattiq tashildi. 605 ko'ydan hozir masalan qaranglar bu hozirgi bahosga qarasam ne vaqt 605 ko'ydan tashlagan paytda hozir 43% tashlabdi. Uning eng yuqori 61% hozirroq toparlab o'zi 43% ekan. Demak bu o'tgan yil avgustosdan boshlab hozirgacha bo'lsa nurg'un vaqtda borliqda haqni pul tutib yetirliq bu. Chunki munda mangankin bu shirkat uni oldida qarsa qanday aldaydi desanglar qaranglar. Mesela ben payçak yiyen kırdım. Karsa bu gün tavan olup ben mangankin iyi çüstü alsam buldu deymen. Bir çüstüm. Şundan alayım yerden emdep karşı bir gün taptım payını, 2 gün taptım, 3 gün taptım tep satmayma böyle uçup gittik aslında uçak haberler çıkıyor karan aldayılan haberler. Kendinden pay çıkışken bana çıktı diken 4 maç çıktıyan gelip uçup şuruydu. O haberlerin köp bir işençiniz geldi şu an tutsuz bu bunu. Tutmam işe çıkarttı tak bazı var. Payda oturup yeni aldılar var bu 4 milyon çıktı diken geldi mesela pay çıktı. Şunlardan bıraklamış taşlaydı. O pulunu şu an bir tutup yatkan tutup yetip esek yap boyunca xil vaqt ötep gitti. Belki bazı izchil satmay o'rnini nemiz desmiy joyga tutadiganlar var da lekin u yer desmiyga satsangiz yerdan ziyod tatgan bo'lasiz vaqt sizin tatgan bo'lsa 3-4 ay agar ash pulingizni boshqa ishonchli cho'ng mablag'i va kuchli shirkatga solgan bo'lsangiz balki munda ash ko'zlarcha munda cho'ng foydani ololmasangizmi 10% 20%dan bo'lsa iyiga bir 30-40% foydasi cho'ng gap endi 30-40% foyda. Bugungi videom ishlaychi bo'lsin qarindoshlar analizlarim. Videom yoqtirgan bo'lsanglar kanalimga obuna bo'lib, yoqtirish kundasini besib qo'yishingizni umid qilaman. Telegram guruhimda paylaşib qo'ydim, grafiklarni rasm shaklini Telegram guruhimga kirmaganlar bo'lsanglar, videoning ochiqlama qismi Telegram guruhimning
adresini yazıp koydum. Hani grupta mesela yine başka piyasalarını analiz qilishimni ya kripto olamdı, altın, gümüş, dolar olamdı. Analiz qilishimni xohlaganlar fikir yazıp qo'yinglar. Grup bizning grupimiz faqat hammamiz erkin bir fikir qilay deb qurgan grup. Shuning uchun bizning gap qilishimiz shart emas. Sen o'zinglarninki fikri bo'lsa grupda fahrlansanglar bo'ldi. Hech kim sizga raddiya bermaydi. To'g'ri bo'lsa to'g'rini tanga o'rganib, xato bo'lsa tuzitib, bir-birimizni texmi yaxshi kunlarga, texmi yaxshi foyda kishining yurtida texmi yaxshi turmush kechirish nishonimiz bo'lganligi uchun qurildi bu grup. Shunda bo'lsa gapning qisqasi, kechkinlar xayrli bo'lsin. Keyingi videomizda ko'rishaylik, qo'llab quvvat qilishinglarni umid qilaman. Allohga omonat.